Turkiyada Demirqoya degan joy bor. Bu Demirqoyani rivoyati shundayki, bir Demir degan qaroqchi o'tgan. Odamlarni, karvonlarni yo'lini to'sib, tunab, narsalarini olib, o'zlarini o'ldirib, yo qo'yib yuborib, qaroqchilik bilan shug'ullangan inson bir kuni bir avliyo bor karvonni yo'lini to'sdi. Yo'lini to'sib tunayotganda avliyo yerdayib turgan qaroqchilar boshlig'i Demirga qarab, holingga attang. San bechorani holingga voy. Sani otang